Kunlardan juma. Ana Uhud tig'iga qarab kelayotganlar bor. Madinaning yo'llari to'pichangga to'lgan. Uhud tig'i tarafga kelayotganlar bor. Shu to'pichanglar bir tarqalsa edi. Madinadan kelayotganlar bir ko'rinsa edi. Allohning rasulining nur yuzini bir ko'rsak, yigitlar sarkardalari sahoba kiromlarning hayvatlik holatini bir ko'rsak edi, deyishayotganlar bor. Ana ko'rindi, ko'rinmoqda yiroqdan. Olamlarga rahmat, Alloh do'sti, ko'zlarimizning nuri Uhud tig'ining aziz mehmini ot ustida kelmoqda. O'ng so'l tarafida sahobalar, oldida ikki sarkardasi, xuddi uningga ikki qanotdek yonma-yon turgan. Biri Sa'd ibn Muaz, yana biri Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuma. Ya Rabbi, qarang shu adabga. Hatto adabdan otlarning boshlarini tövanga sangilgan, nazarlarimi tövanda. Qarang shu 2 yosh o'smirga. Har ikkisining yoshi 15 da. Pakarroq kelgan Rafi ibn Khadij. Ammo bo'yim uzun ko'rinsin deb putining uchida o'ri turmoqda. O'q etishga mahir bo'lg'achqa Allah Rasuli uni jihadga qabul qilgan edi. Yana biri Samurat ibn Jundub yig'ilgan peti Rasulullohning oldiga keldi. "Ey Rasululloh," dedi. "Rafiga jihadga ruxsat berding, nima uchun menga bermading? Agar chelishga tushsam, men Rafi'ni albatta yengam bo'latdim," dedi. Buni anglab Rasulullohning chehrida tabassum o'ynadi va ikkisini chaqirib chelishga soldi. Samura Rafi'ni yengishi bilan koinotning faxri Samuraga ruxsat berdi. Kunlardan shanba kuni Uhudga kelganlar bor. To'ldi aynayn cho'qqisi o'qchilar bilan, jihadga oshiq palvonlar bilan. Ularga qo'mondan bo'lib Abdullah ibn Jubayr quloq solmoqda Rasulullohning so'ziga bir. Dushmanni yanginimiz ko'rilsa-mu gar, men sizlarga xabar bermaguncha o'rninglardan hargizmi ayrilmanglar, hargiz. Qushlar jasadlarimizni yesimu agar, men sizlarga xabar bermaguncha yeringlardan asla ayrilmanglar, asla ayrilmanglar. İki taraf tayyor urush holida. Tizildi sap-sap hujum maydonida. Uhudning yuragi so'qar gupildab, yer yuzi sukutda, dal shu vaqtda. Sukutni buzdi kofirning bayroqchisi, Quraysh kuffarlarining kattibishi. Kim bor, men bilan maydonga chiqsin, qo'rqinchoq bo'lganlar ko'zdan yo'qolsin. Og'zida maynat so'z va haqorat, yo'q uningga noshoyan so'z qilg'udak. Oldiga chiqqan bir jup oyoq ovozi anglandi. Barcha ko'zlar, barcha nazarlar uningga qadaldi. Kim bu etilib chiqqan oldiga? Nima uchun uning har bir qadamlaridan ko'tarildi go'yo Alloh degan hayvatlik sado? Aslida u Allohning shiri edi. Shohi Mardan Ali radhiyallohu anhu edi. Faqat ko'zni yumib ochqucha tushdi ko'pirining bayrog'i yerga. Ali radhiyallohu anhu tik va mardona turmoqda edi. Uning shu turishining o'zili dushmanga bir hayva edi. Yana bir kafir ko'tardi bayrog'ini. Kim bor bergili uning adivini? Bilmaydi u oldiga kimning chiqadiganini.
osmonda chaqmoq chaqqandek yerlarni titritadiganning kim ekanligini, oldiga chiqquchining palvonlar sardori Hamza bo'ladiganligini. Endi boshladi Uhudning haqiqiy dostoni. 3 hassi ko'p edi payg'ambar qo'shunining dushmani, tig'mi-tig' bo'ladi g'azotning bugungi holi. Uhudga qara. U yerda sardor yigitlar bor. Abu Dujanadagi yigitlar bor. Yezilganda uning qilichiga qo'rqinchaqlik nomus, oldiga intilish sharaf. Qara, ana Mus'ab ibn Umayr, Badrning yana bir yigiti. Payg'ambarga qanchalik o'xshab ketgan ha, kiyganda u dubulg'a savutni. Cho'gilab, piqirab yurib urushgan Hamza, bar ovozda men Allohning yo'lvisiman deb jakarladi. Qara, ana Abu Qatada uchqandek berib qalqon bo'ldi. Rasulullohga qarab uchib kelgan bir o'qni ko'rganda, beshini qalqon qilib sundi oldiga. Kelgan o'q udulli qadaldi dal ko'zining nuriga. Mana bu yigit Abu Qatada. O'qning Rasulullohga qarab kelganini ko'ribla Alloh dedi. Kelgan o'qqa qalqon qilib beshini sundi. Allohning rasuli uchun ko'zini qurbon qildi. Yana qarang, bir yigit qildi parishon dushman sepini. Bu yigit kim? Qani bilib boqqan ismini. Boturligi bilan mashhur Umar ibn Xattobligini. Har tarafga to'zitibdi u jang maydonidagi raqiblarini. Burkutlardek o'tkir ko'zi chaqnaydi damdam, andishilik beqishlari xotirjamsizda ham. Yuzida bor edi bir ansizchilik, xuddi ko'rgandek bir falokatchilik. Ko'rmadingmi ey Umar, dushman yengildi, qochdi, zafar musulmonlarga kang quchoq ochdi. Nima uchun yana sening kayping bunchalik uchdi? Nimishqa qaraysan tog'ning ustiga, o'qyochilar turg'izilgan orqa sap yerga? Ey Umar, bir ish bo'ldimi u yerda? Demakda edi u. Nimishqa tushdi o'qyochilar, aynayn to'pilikidan buyruqdan bexabar. Nimishqa tushdi Rasulullohdan bexabar. Ey Abdullah ibn Jubayr, to'xtsin shu o'qyochilar, yeringlarda turinglar, Alloh uchun turinglar, yeringlarni tashlamanglar, orqanglardan kelmoqda dushman, dushman qo'liga tushmasin orqa sepinglar. Sahabeler sepida bo'ldi tavalg'ush. Tushmanglar tog'dan, tushmanglar deb barcha olam yalvurmoqda. Tushmanglar tog'dan, tushmanglar deb olamning shahzodasiga kelar alam dard. Tushmanglar tog'dan, tushmanglar deb. Payg'ambarning qo'shuni qoldi ikki tarafdan qo'rshovda. Xuddi qolgandek ikki o't o'riki orasida. Nur yüzlük peygamberimiz turmakta onunğa qalqan bo'lgan 15 sahabenin dal o'ttirisida. Rasulullah mübarek qo'llar bilan to'sdi yuzini, duo uchun ko'tariladigan mübarek qo'llarini bo'yg'anti yuzidan oqqan pok qini. Yetişip kel, ey Abu Ubayda, o nurluq chehir qaldı qon ichida. Xuddi to'nglab qolgandek bo'ldi zaman, xuddi yirtilgandek bo'ldi osmon, Uhud tig'i bo'ldi titragandek shu hamon. Hech kim qaramasin Uhud tig'iga. Chunki yerning tigidan kelmoqda edi bir nido. Muhammad alayhissalomning tishlari tushmasin yerga. Cibril yaratilgan kundan beri eng tez suratda tushmoqda edi zaminga. Chunki yerning qahridan kelmoqda edi bir ovoz, bir sado.
Resulullah'ның tishlari tushib ketmasin yerga. Qora bulutlar qapladi Uhud tig'ini. Bir ovoz qapladi Uhud tig'ining atrofini. Muhammad o'ldirildi, Muhammad o'ldirildi. Alayhissalom. Agar Muhammad alayhissalom o'ldirilsa, menga hayotning nima keragi? Anas ibn Nadir degach bu so'zni dushman sepiga yo'lvoz kabi otdi o'zini. Sahabalarning yosh agigan ko'zlari izlab qaraydi. U ko'zlar Muhammad alayhissalomni izlaydi. Ka'b ibn Malikning ovozi keldi orqadan. Rasululloh hayotgan deb vaqirdi birdan. Allohning payg'ambari hayot dedi. Tunidim Rasulullahni uning nurli ko'zlaridan. Allohning do'sti hayotgan, uni tunidim shafqatli ko'zlaridan. Qaramamsan sahabalarning ko'zlaridagi suyunishga. Qaramamsan Uhud tig'idagi suyunishga. Hamza radhiyallohu anhu anglab suyundi. Dediki, Allohning elchisining hayotligi bizga eng cho'ng tasalli. Qayt kirdi u Quraysh kofirlarining ichiga. Biroq bir ozdan keyin santirilib yiqildi o'zi turgan yeriga. Chunki uchib kelganda bir nayza dal uning ko'ksiga. Ey Hamza, har qitim Uhud xotirlansa, qanchilgan mu'min pido edi shu nayzini sendan to'sib qilishqa, sening o'rningda shu nayzini to'sib shahid bo'lishqa. Va qancha mu'min degan bo'ladi afsus, men o'lsam edim ey Hamza, sening o'rningga Uhudda. Ey Hamza, sen bo'lding shahidlarning bosh tojisi, shahidlarning eng faxrli shahzodasi. Uhudda shahidlar bor. Shahidlarning sarkardasi Hamza bor. Rasulullahning ko'z yoshlari to'kildi yomg'irdak. Ko'pligidan hatto Hamzaning meyitini yuyishga yetkidak. Olamlarning faxri bo'lgan Rasululloh hech qachon bunchalik azoblanmagan va tog'isiga hech qachon bundoq nido qilmagan. Dediki, ey Rasulullahning tog'isi Hamza, ey Allohning rasulining shir yo'lvisi Hamza, ey xayrlik ishlarni qilgan Hamza, ey Rasulullahning muhofizachisi Hamza, Allohning rahmati sana bo'lsin. O'limingdan keyin motam tutishqa bo'lsa edi gar, shahidliking uchun suyunmasdan men tutatdim sana motam magar. Nazil bo'ldi bir oyat Uhud tig'ida. Bu yerdagi palvon mujohid va shahidlarga. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mu'minlardan shundoq kishilar borki, ular Allohga bergan va'dasida turdi. Ulardan ba'zilari shahid bo'lg'uchi jihad qilish haqidagi va'dasini o'rindadi. Ulardan ba'zilari shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Allohga bergan so'zidan hech qachon yenib qolmaydiganlardir.